Ko'zni yumamiz. Ko'zni yumib mana. Nafas oling. Aha. Bittasini olamiz. Bitta. Qiziq, juda ham qiziq. Mana menga bering. Oching, o'zingiz oching. Yo'q, mana men ushladim mana. Taxminan 52. Ya to'xtanglar, hali ochilmadi. Darvoqa, yana bir eslatma. Bu yerda endi ba'zi bir bu yerda ko'ryapsiz mana shu go'zal malikalarni yonida turib o'zimni yosh insondek his qilyapman. Har doim bor bo'lsinlar. Hikmat aka, rahmat shunaqa go'zal qizlarni taklif qilganingizga. Men ham rahmat demoqchiman. Bularning yana o'zimga go'zal. Yo'q, men sizni ham nazarda tutyapman. Men ham rahmat. Shuning uchun bu qizlar endi hayajonlanib, bizdek chiroyli erkaklarni ko'rib hayajonlanib, mashhurlarga emas, shunchaki qavm qarindoshlarga raqamlarini uzatib yuborishgan bo'lsa va shu raqam hozir chiqsa, Hikmat aka aytdilar, hech qanaqa tanish bo'lishchilik yo'q. O'rtan oching, iltimos. Kechirasiz. O'rtan oching. O'yin haqqoniy bo'lishi kerak. Siz shu ichki ishlar vazirligiga tegishli ana o'xshab qolganda videolarda chiqib ham o'rtan ochinglar, o'rtani. Uzr. Chekkaga o'tinglar. 089 chetga oling demadingizda. Xo'p. Xullas, tanish bo'lishchilik bu qavm qarindosh, do'st, aka-ukaga agar raqam chiqib qolsa, u darhol o'ynalmaydi, sovrin yana izlanadi. Davom etadi, to'ppa-to'p. Mashhurlar ishtirok etmoqda. Xo'p, qo'limda raqam turibdi. Ushlab turing mikrofonni. Juda ham hayajonli onlar. Aha! Necha? 37. 37 raqami kimda bor? Kimda 37-raqam? 37. Demak, Ketroy asoschisi, Ketroy brendi. Bugungi Jamshid aka. musiqani paslatamiz. Bugungi hamkorlarimizdan biri Ketroy kompaniyasi.